Assalomu alaykum, xayrli kech barchaga. Bugun biza baqlajonli kotletlar tayyorlaymiz. Bu aynan dietetskiy kotletlar hisoblanadi. Bu uchun bizga nima kerak bo'ladi? Baqlajon tyorkadan chiqarilgan, sabzi tyorkadan chiqarilgan, piyoz, sir tyorkadan chiqarilgan va albatta ko'katlar kerak bo'ladi va eng yaxshi narsamiz ta'm beruvchi tuzimiz kerak bo'ladi. Albatta kurkuma kerak bo'ladi. Kurkuma solamiz va men eng yaxshi ko'rgan narsam sedana va pista yog'i solamiz. Albatta 2 qoshiq. Shu bilan ishimizni jarayonni boshlaymiz. Men oldindan hammasini tyorkadan chiqarib oldim mahsulotlarni. Buni hammasini men hozir metalik kopchaga solib aralashtiraman. Mana hamma mahsulotlarimizni solib oldim. Endi mana sedana solamiz. Keyin kurkuma solamiz. Va albatta tuz solamiz. 2 qoshiq yog' solamiz. Buni 3 qoshiq solsanglar ham bo'ladi. Mana. Endi buni yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi kotletlarimiz. Shunaqa qilib, sipanib ketdi. Duxovkaga 180 gradusga 35 minutga qo'yamiz. Mana baqlajonli kotletlarimiz tayyor bo'ldi. Hozir endi maza qilib yeymiz. Mana tayyor bo'ldi. Va juda ham mazali menimcha, chunki men tez dietetskiy narsalar tayyorlayman. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Hididan rosa ham xushbo'y hid kelyapti. Bellissimo. Juda ham mazali. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Bu dietetskiy taomlardan biri bo'ladi. Xohlasanglar buni yoniga guruch pishirsanglar bo'ladi yoki bo'lmasa tovuq filesini oddiy suvda ukroplar bilan pishirsanglar undan ham zo'r bo'ladi. Yoqimli ishtaha, tayyorlab ko'ringlar.